Lesa, apalavka, xullas qurilish sohasiga nima kerak bo'lsa, optim joyiga yetkazdi. Ahamiyat berib qo'yinglar, oldinlari Koreyadan kelardi, endi o'zimizda chiqyapti ekan. Buni koreyskidan nima farqi bor? Salang qaranglar. Anchagina koreyskidan baquvvat, narxi arzon, sifati yuqori bo'ladi. Undan tashqari lesalari bor. Lesani video davomida ko'rsalang do'stlar, lesalari umuman boshqacha bo'ladi. Ya'ni kiygizilishda farq bo'ladi, qolib tushadi. Undan tashqari xullas do'stlar, gap cho'zmaylik, qurilish sohasiga sizga nima zarur bo'lsa, ishlab chiqarish joyida turibmiz. Akalarimiz qishin yozan, ya'ni yozda ham, qishda ham mana shunaqa lesa, apalavkalar bilan shug'ullanishadi. Optim birinchi qo'l ishlab chiqarish joyida turibmiz. Narxlar arzon, sifat yuqori bo'ladi. To'liq ma'lumotni doimgidek Hasanboy akadan olamiz. Assalomu alaykum. Hasanboy aka, charchamang, ishlar yaxshimi? Tuzingsiz? Xudoga shukr, rahmat. Allohga shukr. Xo'p, Hasanboy aka, mana o'tgan safar video qildik. Ko'pchilik rahmat aytdi aka. Endi bu safar nima yangiligimiz bor aka? Xolosa bu safar ancha-muncha yangiliklarimiz bor. Biz yangilik boshlab qo'yganmiz. Birinchisi apalavkamiz bo'yicha. Ya'ni bu apalavkamiz o'sha koreyskini o'zbekcha varianti. Bu ancha-muncha ularga nisbatan ancha mustahkam, baquvvat. Bunda birinchi o'rinda tayrotli, ikkinchi o'rinda mana qo'limizda turibdi, klinli bo'ladi. Ya'ni mana shu holatda qotirib borilaveradi. Bu juda ham mustahkam hisoblanadi. Buni o'sha finskiy fanerali orqali ham qilib berishimiz mumkin. Listlarimiz qalin yuqqaligiga qarab, hozir talablariga qarab qilib beraveramiz barchasi. Listi nechilik hozir buniki aka? Hozir bu listlarimiz 2 lik. 2 lik bo'ladi. Baquvvat o'zi 2 lik normalniy bo'ladi. Bilamiz aka, mana ko'proq dom quruvchilar olishadi. Juda katta ob'yomda quruvchilar uchun juda qo'l keladi. Qo'l keladi. Yukni bosimni ko'taradi. Barchasini ko'taradi. Xudo xolasa hali, ya'ni quyma betonlar deyshadi, ularni ham bemalol ko'taradi. Bemalol ko'taraveradi. Chiqib ketib, qorin qo'yib olib, unaqa narsalar bo'lmaydi. O'shaning uchun ham klinli, ham tayrotli qilganmiz. Bu o'sha yuqori bosimga ham chidam berish uchun. Xudo xolasa. Xo'p, aka buni yana undan tashqari, betondan tashqari yana nimalarga ishlatsa bo'ladi aka? Razmerini o'zgartirsa bo'ladimi yo'qmi? Buni asosan razmerlarini o'zlarining xohishiga qarab chiqarib beraveramiz. Bu hozirgi holatda biz tiklab qo'yganimiz bu 1.20 razmer. Standart. Buni o'sha 81 aytgan razmerlarda chiqarib beraveramiz. Chiqarib beraveradi. Chiqarib beraveramiz. Xo'p. Narxlari necha pul bularimiz aka? Xo'p, aka buni narxlarimiz dona metriga qarab hisoblanadi. Buni dona metriga qarab eng arzoni 300 ming so'mdan boshlanadi. 300 ming so'mdan boshlanadi, yo'q, 300 ming so'mdan boshlanadi, ya'ni hisob kitobini qilib beraveramiz. Qilib beraveradi. Endi aka, lesamizga keladigan bo'lsak, mana tashqariga terib qo'yasizlar. Ya'ni lesada yangilik qildik deyishdi. Yangilik nima desalar, bu video davomida ahamiyat berib qo'ysalar, keyin tushunasizlar. Ya'ni bir-biriga kiygizilyapti va Hasanboy aka, xuddi mana shu narsa. Ya'ni o'zimizda o'sha o'tgan safar ko'rsatib o'tgan turborez apparatimiz orqali barchasini teshib ishlash jarayonlarida birmuncha qulaylik yaratish uchun, ya'ni 0 ga 0 tushadi. Birinchi o'rinda insonning xavfsizligi. To'ppa-to'g'ri. Endi o'shanga harakat qilganmiz. Harakat qiling. Endi oddiy svarkaligi bormi, farqini tushuntirib bersa. Bor aka. Svarkalangan bilan buni farqi. Oddiygina o'sha o'zimizda vodiyni standart lesalarimiz bor, mana oddiy o'zimizda eski svarka holatida. Xo'sh, bunda keyingi holati beldamlari mana bukilgan holatda bo'ladi. Mana bu yonidan o'tkazdirib ko'rsating mana. Mana bukilib svarkalanadi. Bunda esa xuddi o'sha narsalarimiz ozgina o'zgargan. Ya'ni o'sha turborez apparatimiz orqali oysimon kesiladida, svarkalari ham ustidan qo'yiladi. Ustidan qo'yiladi. Ustidan qo'yiladi. Mana endi videoda ko'rinyaptimi? Jaydari tilda aytganimizda qaranglar. Svarka mana shu yerda o'zidan bo'ladi. Kiygizilishda shunday holatda mana tevasiga kiygizilgan. Buni video qanchalik yetkazib beryapti, kamera bilmadimi? Shunday ichi qolib tushadi. Endi 0 tushadi. 0 ga 0 tushadi. Endi bunimizni kiygizadigan bo'lsalar, bu yog'i svarka bo'lgan hisobiga, ya'ni birozgina svarkaning hisobiga ko'tarilib qoladi. Ko'tarilib qoladi, nari joyi ham, ya'ni boshqacharoq bo'lish ehtimoli bor. Buni ham yomonlaganimiz yo'q, prosta ehtimoli bor. Bu o'zimizda o'sha birinchi chiqqan lesalarimiz 1 metrlik, 2 metrliklar bor buni ham. Xo'p, bularimizni narxi necha pul? Bularimizni narxi o'sha 1 metrliklarimiz chiqadi 520 ming so'm. 2 metrliklarimiz, ya'ni o'sha 94 ga 2 metrligimiz bo'ladi. Bu 620 ming so'm. 620 ming so'm. Xitoy lesalarimiz. Xitoy lesalarimiz. Buni narxi 750 ming so'm. Atsinkovka bo'ladi, achmasam. Atsinkovka. Bu lesamizning narxi chiqib keladi. Xo'p, bularimizniki bularimiz 650 ming so'm chiqadi. 650 ming so'mdan 0 ga 0 tushadigan, xudo xolasa. Shunisidan farq qiladi. Bularimiz-chi? Xo'sh, bularimiz
kolonnalarimiz. Kolonnalar, Kolonnalarimiz ham metrini o'sha 1 million 100 ming so'mdan hisob kitob qilib beraveramiz. Qilib berilaveradi. Obunachilaringiz bizga aloqaga chiqsa, imkon darajasida skidkasini qilib beramiz qo'ldan kelgancha. Aka, vatga kelib qolganda endi bir yo'li mishalka bilan aravachani ham narxini aytib o'tib ketsak. Xo'p. Aka, aravalarimiz 430 ming so'mdan 550 ming so'mgacha. Bu degani o'sha barchasini ishlov jarayonida farqi bo'ladi. Misol uchun mana shu aravamiz 550 ming so'm, ya'ni 2 marta bukilgan. Ha, 2 martalab. 2 marta bukilgan. Bezatasiz. Ichki oxirlari ham ancha katta bo'ladi buni. Zo'r. Oxirlari ham katta bo'ladi. Chotki. Xo'p, bundan keyingisi skuter balonlarimiz, o'zimizning o'sha skuter balonlarimiz bor. Ularimiz 430 ming so'm. 430 ming so'm. Mashina balonlarimiz bor, aka, ularimiz 450 ming so'm chiqadi. 450 ming so'm. 450 ming so'm chiqadi. Xo'p. Endi g'ildirakli aravalarimiz bor bularda ichida. Aha. O'sh 670 ming so'mga. Aha. 750 ming so'm, ha? Yo'q, ketaveradi. Xo'p. Mishalkalarimiz? Mishalkalarimiz, xo'p, 3 million 700 ming so'mdan 3 million 300 ming so'mdan boshlanadi, ya'ni o'sha zavodskiy mishalkalarimiz. Bularning narxi o'sha 6 million so'mgacha. 6 million so'mgacha. 6 million so'mgacha. Bo'ladi. Endi ichkarida aka, bundan tashqari zinalarimiz bor ekan, ya'ni zinalarimiz bor. Ya'ni 5 talik, 7 talik. Xohlasa. Bunimiz zina uchun apalovkalarimiz 7 taligimiz 2 million 300 ming so'm qilib beramiz. 5 taligimizni 1 million 800 ming so'm qilib beramiz. 1 million 800 ming so'm. 1 million 800 ming so'm. Razmerlar standart katta kichik qilsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Xudo xolasa. Обычный apalovkalar ham bor ekan. Apalovkalarimiz bor, o'sha iskopli, chempion, Lego apalovkalarimiz bor. O'tgan safar ham hammasini narxini aytganmiz. Qisqacha bularni ham tanishtirib bersak. Bularimizni, misol uchun 50liklarimiz 7 million so'mdan boshlanadi. 60liklarimiz 8 million so'mdan boshlanadi. 8 million so'mdan boshlanadi. Xudo xolasa. Aloqaga chiqishsa, qo'ldan kelgancha chegirmalarni qilib beramiz. Xudo xolasa. Endi bunimiz bularimiz monolitli stoykalar. Ya'ni necha metrlik? 3 xil o'lchamda bo'ladi bular. 2,5, 370 4,5 metrlik holatida bo'ladi. Bularda hozir ozgina o'zgarish qilganmiz, ya'ni o'zgarish emas, bir yangilik sifatida qilganmiz, ya'ni listlar, turbalarni ozgina qalinlashtirdik. Bularda hozirgi holatda mana. Bularimiz so'raganlarimiz uchun. Zo'r. Bu mana 1.7 list nimadan bo'ladi? Turbadan. Bunimizning narxi chiqadi. Buning narxi o'sha 165 ming so'mdan boshlanadi, ya'ni 2,5 370 4,5 metr. 4,5 metrli ham bor. 4,5 metrlisi ham bor. Xo'p. Bunisi o'zimizda o'sha standartdagi 2.1 lik turbadan bo'lganimiz. Bularimizni narxi o'sha eski holatda 175 ming, 195 ming, 230 ming so'm. 230 ming so'm. Xo'p, undan yana ham qalinroq listlarimiz bor. Bu degani o'sha 2,5 minglik turbadan bo'lganlari. 2,5 minglikdan bo'lgani bor. Bularimiz 190 ming, 220 ming, 240 ming so'm, mana qalinliklari. Eng qalinimiz, ya'ni 208 turbadan bo'lganimiz bor. Bularimizni narxi keladi 200 ming, 230 ming, 250 ming so'mgacha chiqaveradi. Narxlarni, Yo'q, endi katta kichikligiga qarab, narxlar qalinligiga qarab o'zgaraveradi. Undan tashqari apalovkalarimizga bularimiz nimadirda aka? Ota ismini aytib. Penski faneralarimiz bor. Fanerlar bor. Bu ham hali suv emmaydigan shunaqasidan, shunaqasidan. Penski faneralarimiz. Bitta turishimi yo kvadratga hisoblanadi? Bular dona hisoblanadi. Ya'ni o'lchamlariga qarab turib dona hisoblanadi. O'sha donalarni hisob kitob qilib beraveramiz bemalol. Necha bundan boshlanadi? Bularda eng arzoni 435 ming so'mdan boshlanadi. Yo'q, ketaveradi. 6 tasi bitta deydi-ku o'tgan safar adashmasamiz. Xo'p, nimaga ishlaydi qisqacha? Bitta tushuntirib. Bularimiz asosan ishlaydi. Oddiygina apalovka uchun, kolonnalarimiz uchun, regellarimiz uchun, monolit uchun. Monolit uchun 6 ta. Bundan keyin ko'pchilik ko'rib qolishdi buni. Xudo xolasa. Birinchilardan o'zimiz tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa do'stlar, universalniy bo'ladi. Ya'ni katta quruvchi akalarimiz bemalol olsa bo'ladi. Xullas do'stlar, mana hozir biz video qilayotganimiz hisobiga mana shunaqa stanoylarini o'chirib, nima qilib turishdi. O'zlari mana lesalarda o'zlari ishlab chiqarish primo joylar bo'ladi. Narxlar nimaga arzon desalar, ya'ni ob'yemga ishlashadi. Bitta o'sha, ya'ni yuk tushirishganda optimga olib kelishadi. Yangi listlardan bo'ladi. Xolasalar ham konteynerdan ham qilib berishaveradi. Ular endi yangiroq bo'ladi. Lekin iloji boricha yangiroq
Faqat yangilikni ishlatamiz, hozirgi holatdamiz. Qishin yozini o'zgarmaydi. Ya'ni qishda boshqa narsa qilib unaqa basa, sizlar qishin yozin Xudo xolasa qo'ldan kelgancha talablariga qarab yangi narsalarni tayyorlab beraveramiz. Qilib berilaveradi. Xo'p, aka, menimcha hamma yo'lda aytdi, qisqacha. Qisqacha. Xo'p, biz turgan joy Farg'ona viloyati Komentarim deyshadi. Arenterimiz qaysi deb? Arenterimiz o'sha o'zimiznikilar juda yaxshi bilishadi. O'sha eski mo'yka deysa, hamma yaxshi biladi. Hamma yaxshi bilishadi. Eski mo'ykani yonida, ya'ni Mumberkda turibmiz. Pastda nomerlarni qoldirganmiz. Ko'rmaganlar uchun 88 555 70 70 ga aloqaga chiqib, Foyda Abdumalikdan oldingizlar, birozgina chegirmalar bor. Chegirmalarni bonuslar qilib berishadi, xudo xolasa. Husanbek aka, e'tibor uchun rahmat. Sog' bo'ling, ishlayverib.